Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Manglar bir hafta, ya'ni bir haftadan ko'proq vaqt bo'ldi. Manglar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz darsimizning davomi, ya'ni olamning yaratilish 40-bobni ko'rib o'taylik dedik. Arada biroz vaqt ketib qoldi. Biz avval olamning yaratilishi 40-bobni o'qib chiqaylik, andan keyin darsimiz mazmuniga kelaylik. Ma'lum mezgil o'tgandan keyin Misr podshohining Saqiy begi bilan Navoiy begi podshohning oldida xatolik o'tkazdi. Podshoh g'azablanib bu ikki yuqori amallarni Yasavol mahkamasidagi zindonga Yusuf bilan bir yerga qamadi. Yasavol begi Yusufni bu ikki amallarni kutishga o'rinlashtirdi. Ular zindonda bir mezgil turdi. Bir kuni kechida Saqiy begi bilan Navoiy begi tush ko'rdi. Ikkilarning ko'rgan tushlarining ma'nosi o'xshamaydi. Ertasi etganda Yusuf ularni yo'qlab kirganda ularning ko'nglining bearamligini bildi. U ulardan, "Sizlar bugun nimanchalik parishon?" deb so'radi. Ular, "Ikkimiz oqshom tush ko'rdik, lekin tushimizning ma'nosini yechib beradigan odam yo'q" deb javob berishdi. Yusuf ularga, "Tushga ta'bir berish qobiliyati Xudodan keladi. Tushinglarni menga aytib beringlar" dedi. Buning bilan Saqiy begi mundaq dedi: "Tushimda oldimda bir tüp üzüm ko'chatining turganligini ko'rdim. Ko'chatda 3 tal not shoh bo'lib, ko'chat bixlash bilanlar chechaklab meva pishdi. Qo'limda podshohning sharob jami bo'lib, men üzümlarni o'sib shanasini jamga siqib, jamni podshohga sundim." Yusuf mundaq dedi: "Bu tushning ma'nosi mundaq. 3 not shoh 3 kunni ko'rsatadi. 3 kundan keyin podshoh senga kengchilik qilib, senga asli mansibini beradi ekan. Sen burun Saqiy begi bo'lgan vaqtingdagidek podshohga sharob tutadi ekansan. Ammo ishlaring o'ngishli bo'lganda meni unutib qolmay, menga eslash qilgin. Podshohning oldida men uchun gap qilib zindondan chiqishimga yordam qil. Men aslida Ibroniyman. Yurtimdan nohaq tutib kelindim. Misrdami meni zindonga tashlagudek biror yomon ish qilganim yo'q." Yusufning Saqiy begining tushiga yaxshi ta'bir berganligini ko'rgan Navoiy begi Yusufga mundaq dedi: "Men bir tush ko'ribdiman. Tushimda beshimda 3 sevatli non bormish. Eng ustidagi sevatda podshoh yeydigan har xil undan pishirilgan nozik ne'matlar bormish, lekin bularni uchar qanotlar yevatgudekmish." Yusuf mundaq dedi: "Bu tushning ma'nosi mundaq. 3 sevat 3 kunni ko'rsatadi. 3 kundan keyin podshoh kallangni elib jastingni daraxtga osadi ekan. Teningni uchar qanot yeydi ekan. 3 kundan keyin podshohning tug'ilgan kuni edi. U kuni podshoh o'z amaldorlariga ziyofat berdi. U Saqiy begi bilan Navoiy begini zindondan chiqarib, amaldorlarning oldiga elib keldi. O Saqiy begining mansibini asli keltirdi, Navoiy begini bo'lsa targ'asdi. Bu ishlar dal Yusufning ta'biridek bo'ldi, lekin Saqiy begi Yusufni esidan chiqarib, uni butunlay unutib qoldi. Xush qarindoshlar, biz mazmunga kelsak, oldi bilan biz 40-bobni boshlashdan burun, arada uzun vaqt o'tdi, biz 39-bobni, ya'ni oldingi qismliq mazmunimizni bir qatam eslab o'tsak, oldingi qismda, ya'ni Yusuf Potifar, ya'ni Misr podshohining amaldori bo'lgan Potifarning oilasidagi ish izlarini biz so'zlab o'tgan, ya'ni Xudoning Yusufga yor bo'lganligini, Xudoning Yusufning quli orqali Yusuf qilgan barliq ishlarga barakat ato qilganligini, ham shundaqla Xudoning Yusufga iltifot ko'rsatib, ya'ni Yusuf uchun iltifot ko'rsatib, Potifarning ko'zida, ya'ni Potifarning nazarida iltifotga erishtirdi. Ham shundaqla keyin zindonga tashlangan vaqtida zindon beshining iltifotiga erishtirib, Yusufga ham yaxshi muomala qilib, Yusufni zindondagi ishlarga mas'ul bo'lishga bo'ynin qilgan emas, bosh ko'rganga tayinlagan. Ana shundaq Yusuf, ya'ni birinchisi bo'lsa Xudoning Yusufga yor bo'lib, Yusuf orqali baxt barakat ato qilishi. Andan keyin ikkinchisi bo'lsa Yusufning Xudoning markazidan, ya'ni Xudoning ko'zi bilan Xudoning irodasi bo'yicha qaragan vaqtimizda Xudo o'zining Yusufning ustidagi irodasini amalga oshirish uchun Yusufni avvalimiz oilasidan ayirib, garchi usuli bir qadar nima deymiz, akallarning asli tufaylidan shundaq Misrga kelgan bilan Xudo har vaqt uning yor bo'lib, Misrda Potifarning oilasida oila boshqarish nurg'un ishlarni qilishgan, nurg'un tajriba savoqlarni Yusufni bir tavlash bir jarayon olib shu joyda turdi. Amdi u yerda, ya'ni Potifarning ayolining tuhmati bilan Yusuf yana zindonga tushdi. Zindon tushgan bilan Xudo izchil Yusufga yor bo'lib, Xudo izchil Yusufning ustida o'z irodasini amalga oshirish uchun Yusufning ishlarini
Her bir to'qmishdagi har bir ahvollardagi ishlarni o'zaro bog'lashtirib, ulab turib, Yusufning ustida Xudo o'z irodasini amalga oshirish uchun davomli ish qilayotganligini biz ko'rayotgan edik. Ya'ni bugunmi davomli shuni ko'ramiz. Ya'ni Xudoning irodasining nuqtai nazari bilan biz ham buni ko'rishimiz to'g'ri keldi. Endi Yusufning nuqtai nazari, Yusufning o'zining ahvoli bo'yicha bir adamning nurg'un omillarning ta'siri uchraydi. Shunga Yusufning nuqtai nazari bilan qaragan vaqtimizda Yusuf nahaq holda akalarining hasdiga uchrab, suiqasdi bilan Ismoillarga savdogarlarga 20 tangaga, 20 kumush tangaga setib etilib, u yerdan hamda Potifarning uyiga kelib, u yerda endi ishlari yaxshi bo'lib, boshqalarning nazarida hurmatga, bir odamiylik, bir muomalaga uchrab, endi ishlari yaxshi bo'lib, endi bir ahvoli, ya'ni turmushi endi bir o'rni tushgan vaqtida afsus yerda Potifarning ayolining oziq turishi, ham shundan keyin Potifarning ayolining tuhmati, yana bir tuhmat bilan zindonga tushgan bilan bu yerda ham Xudoning uning mehr shafqat ko'rsatishi bilan, uningga yor bo'lishi bilan zindonda ham, garchi zindonda bo'lsa-mu, zindon ishlarini boshqarish, zindon ishlariga mas'ul bo'lish degandek ishlarga tayinlangan, ya'ni zindon boshlig'ining iltifotiga erishganga o'xshash mazmunlarni biz ko'rib o'tgan edik. Bugungi mazmunda biz davomli zindondagi Yusufning o'sha zindonda qanday bir ishlarga uchirganligiga oid mazmun. Bu yerda biz yana bayon deganga o'xshash Xudoning nuqtai nazari bo'yicha, ya'ni Xudoning Yusufning ustida, Yusuf orqali vujudga chiqarmoqchi bo'lgan ish, shu ishni qanday bir usullar, qanday bir jarayonlar orqali, qanday bir ishlar orqali bu irodasini, ya'ni Yusufning ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan ishini davomlashtirayotganligini bugun yana davomli ko'ramiz. Andan keyin ikkinchisi bo'lsa, Yusufning turmadagi ahvol orqali, Yusufning shu ahvollari, shu kayfiyatlari, shu bir nimasini biroz tasvirlab inchiklik kuzatish orqali o'zimizning hayotimizdagi, o'zimizning shunday bir ahvollarga duchor kelgan vaqtimizdagi o'zimizning kayfiyatlarimiz, duch kelgan bizning o'y fikr xiyollarimiz shu ishlar orqali deganga o'xshash narsalarni bir qatim ko'rib o'talaymiz. Xo'sh, shunday bo'lsa 40-bob kelaylik. 40-bobda, ya'ni birinchi oyatda ma'lum mazgil o'tgandan keyin deb boshlandi. Ya'ni Yusuf zindonga qamilib, ya'ni zindon ishlari bilan qilayotgan vaqtda ma'lum mazgil o'tganligini deydi. Bu yerda ba'zan bir ilohiy tadqiqotlarda biz hisoblasakmi bo'ldi. Yusuf qancha yoshda, mangib qancha yosh bunday yerlarni biz endi nima qila olamiz, izlanib buni topa olamiz, tasavvur qila olamiz. Buni zindon ichida 11 yil degan qarashlarni o'tirib qo'ygan tadqiqotchilar ko'parak, endi zindonda 11 yildak turgan degan o'xshash tadqiqotchilar ko'parak. Demakchi ham bu yerda bir mazgilligini, bir qisqa bir muddat emas, bir mazgilligini ma'lum bir vaqt, ma'lum bir yillarning o'tganligini deydi. Endi zindonning ichida shuncha bir qancha yillarni Yusufning o'tkazganligini biz tasavvur qila olamiz. Ana shunday zindonning ichida Yusuf turgan vaqtida Misr podshohining Saqiy begi bilan Navoiy begi podshohlardan xatolar o'tkazib, shu Yusuf turgan zindonga qamalganligini, hatto bu zindon boshlig'ining bu Yusufni shu ishga Saqiy bilan bosh Navoiyning holidan xabar olishga, ya'ni kutishga o'rlashtirganligini deb o'tyapti. Biz bu yerda avval Saqiy begi bilan bu Navoiy begining qanday bir mansab ekanligini bir qatim tushunib o'tishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni tushunsak bizga bu mazmunni tushunishimizga texim yaxshi yordam bo'ldi. Oldi bilan biz bu yerda Saqiy, Navoiy deganni biz konnektda yeni bir qatim uchirta olamiz. Ya'ni Nahamiya qismini qarasak, Nahamiya payg'ambarmi shu vaqtda Suzan qalasida, ya'ni podshohning Saqiylik nimasini o'tayotganligini deb o'tadi. Bu yerda Saqiy deganimiz, ya'ni podshohga sharob tutib, ichimliklarni qilgan, shunday podshohning yanida turgan shunday bir mansab ekanligini biz tasavvur qila olamiz. Navoiymi podshohning yemak ichmak emas bo'lish ekanligini. Bu yerda faqat yemak ichmak, faqat sharob tutadigan bir amal ekanmi demaymiz. Chunki ayni vaqtlarda sizlar podshoh kinolarini ko'rgan bo'lsanglar, diqqat qilgan bo'lsanglar, podshohning, ya'ni podshohning burungi davrlarda bo'lsa
qaslab o'ldirish yani ishlarni qilish uchun burungi zamonlarda eng yaxshi yani eng ko'p qo'llanan usul nima desa tamoqiga zahar selish, ichimlikka zahar selish yani usullar emasmi? Shuning uchun bu podshohning bosh saqiyligini, bosh navoy yani yemak ichimligiga mas'ul bo'lgan amallar degan podshoh eng ishindigan o'zi eng ishindigan bir odamni tayinlaydigan bir mansab. Biz kinolarda ko'rsakmi, yanada doim bir amaldorning doim yenib turganligini ko'ralaymiz. Daim ergishib, nega baz yanida turib, nega berib, nima ishsa avval yemak ichmagini tekshirib, andan keyin podshohga ichishiga naqldaligini ko'ralaymiz. Ya'ni ana shundaq yani podshohning yanida do'sti kabi, hamroyi kabi, shunday podshoh yemak ichmagi, sog'lomligi, barliq ishlariga sog'lomligi va barliq ishlari, barliq kundalik ishlari degan narsalarni hammasini shunday nima qilib beradigan, yanida turgan, shunday bir yaqin podshohning yaqin amaldori ekanligini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Demak, podshohning shunday eng yaqin amaldori bo'lgan ikki amaldori podshohning oldida xatolar o'tkazib qo'yib dal shu Yusuf turgan zindonga solinib, hatto shu Yusufni, ya'ni bu zindon boshlig'imi Yusufga ishinib, ya'ni Yusufga deymiz, ishinib Yusufni shu zindon barliqdan boshqurgan qilgan emasmi? Yusuf zindon boshlig'ining nazarida iltifotga erishgan, ya'ni yaxshi muomala qilib, ishonchiga erishgan emasmi Yusuf? Shunga bu zindon boshlig'i bu ikki cho'ng amallarni, podshohning yanidagi ikki cho'ng amallarni. Bir hisobda bu davlat, ya'ni Misr zimindagi eng cho'ng podshohdan qaz podshoh yanida ishlaydigan eng cho'ng ikki amallar deylik. Bu ikki amallarni Yusufning kutishiga shuna o'rinlashtirganligini bu yerda ko'ra olamiz. Endi bu yerda Yusuf ularni kutishga o'rinlashtirgan boshqa ularni kunni yo'qlab, ularniki barliq yürüş barliq ishlari qanday ko'ngil qo'ydi emasmi? Shunda bo'lg'achkan deb Yusuf bir kuni, ya'ni 7-oyat qarayolmasak, sizlar bir kuni ularni yo'qlab kirgan vaqtida ko'nglim beoramligini bayqaydi-da Yusuf. Shunga Yusuf sizlar bugun nimanchil parishon, endi bu parishon degan gap yomon deb, ya'ni ahvolning nayt yomonligini chiroylarni tatirib degan o'xshagan bu yerda. Parishon degan so'z biz ibranicha qarsa ra degan so'z, ya'ni yomon, nayt yomon bir ahvollarni ko'rsatadi. Biz uyg'urchada shuni ishlatamiz, yomon. Ahvolim xarob, nayt yomon degan o'xshash. Shuning uchun Yusuf deydi, sizlar bugun nimanchil yomon, ya'ni nimancha ahvolinglar yomon deb so'ragan vaqtida ular deydi. Ularning bir ular o'zining tushi sababidan ana shunday ahvolning nayt yomonligini, tushi ularni nayt beoram qoligi, ko'rgan tushining ularni nayt beoram qoligini deydi. Yani bular deydi, yine akşam tush ko'rdik, lekin tushimizning ma'nosini yechib bergan odam yo'q deb. Am ular nima uchun shu bir tush sababidan shu qadar beoram bo'ldi? Nima uchun bular tushini yechib bergan odam bo'lmagani uchun shu qadar ahvoli shu qadar yomonlashdi deb. Biz bu yerda yomon degan so'zni qanchalik bir yomonligini balkim tasavvur qilishimiz tez bo'lishi mumkin, lekin bir tush ularning ahvolini, o'zlarining hozirgi oldini, shunaqa qilib deymiz, o'ylashga, o'zlarining hayot ustida o'ylanishga, shunday bir sog'lig'ini biz keyingi mazmunlar qilib ko'rib chiqalaymiz. Ya'ni bu tushimizning ma'nosini hech bir odam yo'q. Akşam tush ko'rdik, lekin tushimizning ma'nosini hech bir odam yo'q. Biz bu yerda biz aqi ko'rinishini, bu mazmunning aqi ko'rinishini bir tasavvur qilib o'tishimiz to'g'ri. Ya'ni Misr, qadimgi Misrda sizlarni balkim bilgan bo'lishinglar mumkin, anglagan ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin. Misr, bir qadimgi Misr bir taraqqiy qilgan bir nima u? Shu vaqtda eng taraqqiy qilgan bir davlat. Misrda ya'ni biz Musa payg'ambarlardan ko'rsak, Xudo qanday nimalar mo'jizalar yaratsa, ular Misrning sehrgarlarimi shunday bir nimalar yaratgandek, sehrgarlik bo'lsin, shunday tush ta'bir berish bo'lsin, bu nurg'un jihatlarda bir qadar taraqqiy qilgan bir sistemasi shakllanib bo'lgan bir davlat hisoblanadi. Qiziqsanglar Misrning qadimgi Misrning tarixlarini ko'rib baxsanglar bo'ldi. Ularning xatlari, ularning nurg'un nimalari qolib qolgan emasmi? Shunga o'xshash bularni o'zlari tush ko'rib, lekin buni o'rib bergan odam yo'q. Chunki bular burun podshohning yanida bo'lganmasa, yanida atrofida ya'ni maxsus tush ta'bir bergan ta'birchilarni chaqirib, bu tushlarni o'rib anglayalaydi, deyişə ma'nosining nimaligini bilalaydi deb o'ylaydi-da bular. Lekin hozir bular bo'lsa zindonda, tush ta'birchilar bo'lsa sirtda. Bular zindonga shu tush ta'birchilarini taklif qilib, o'zining tushlarini yechib berish, bunday bir imkoniyat yo'q.
Bular hozir putqili tushakak holatda bo'lg'achqa, ya'ni o'zlarining tushlarining nima mazmun ekanligini bilamadi. Lekin bularning tushlari, bularning kallasida o'zini qiynaganini, shuna bir holatda turayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shunga Yusuf ham deydi, tushga ta'bir berish qobiliyati Xudodan keladi. Chunki bo'ladi emasmi? Lekin tushimizning ma'nosini hech bir odam tush ko'rdik. Shuning uchun parishon, shuning uchun holimiz xarob degan ma'noda javob berishdi-da. Shunga Yusuf deydi, tushga ta'bir berish qobiliyati Xudodan keladi. Tushunlar menga aytib beringlar. Ya'ni Yusuf deydi, sizlarning tush ko'rishinglar yoki tushinglar qanday bo'lishi, bu tushinglar haqiqatan chunki qadimki Misr, ya'ni mushu vaqtlarda bo'lsa, tushni biz oldin qadimida deb o'tgan edik, bishorat, bir vahiy, ya'ni bir haq amalga oshadigan bir oldin bishorat berilgan bir odamni shunaqa ishlarga uchrash uchun oldin tayyorlik qilish yoki oldin saqlanishi degan o'xshash uchun bir berilgan oldin ola bishorat deb biladi emasmi? Shuna bo'lg'achqa bular shunaqa parishon bo'lgan. Endi Yusuf deydi bu yerda. Bu tushinglarning haqiqatan Xudodan kelganligini yoki bo'lmasa shunaqa bir behuda tush, shunaqa bir tush ekanligini, buni qanday ekanligini, ya'ni buning Xudodan kelganligini, bu tushning haqiqiy ma'nosi borligini, bu tushning haqiqiy ma'nosini, agar Xudodan kelgan tush bo'lsa, ma'nosining nima ekanligini buni ta'bir beradigan shunday qobiliyat. Agar bu tush Xudodan kelgan bo'lsa, Xudo haqiqatan bir bishorat uchun sizlarga tush bergan, tush ko'rishga, shunday o'rlashtirib, tush ko'rgizgan bo'lsa, unda bo'lsa, bu tushinglar haqiqatan bir bishorat bo'lsa, bu tushinglarni o'raydigan, bu tushinglarni haqiqatan ta'bir beralaydigan shu qobiliyatni Xudo berdi. Ya'ni Xudo bu tushinglarni haqiqatan o'rash uchun qobiliyatni beradi degan shunday bir Xudoga markazlashtirdi. Bu tush bo'lsin, tushni o'rish bo'lsin, barliq qobiliyat, barliq nimaning Xudodan kelganligini, ya'ni Xudoning huquqini. Faqat Xudodan bu ishlarning hammasi Xudoning irodasi, Xudoning qo'lidagi huquq bilan bu ishlarning bo'lganligini, ya'ni Xudoning huquqi ekanligini, degan o'xshash, ya'ni Xudoning huquqini Xudoga markazlashtirib bo'ladi deydi-da. Shuning uchun ya'ni tushinglar haqiqatan bir bishorat bo'lsa, bu tushinglarni o'raydigan, ta'bir beradigan qobiliyatni Xudodan keladi, Xudo beradi deb. Shunga tushinglar menga aytib beringlar qani deb turib degan vaqtida endi bu Saqi bilan bu Navay o'zlarining tushlarini Yusufga shu vaqtda aytib beradi. Endi degandek, o'tirdamda bu tushlarning qandaqligini biz bu yerda ayrim demasakmi, Boy Saqi boshda tushundigan vaqtida bu Boy Saqining Yusufday ta'bir berib, bu Boy Saqining amalining ma'nosining asli keltirilganligidan bishorat berilgan tush deb Yusuf o'raydi emasmi? Ham shunaqla Yusuf bu tushning Yusuf ham bu tushning, ya'ni Xudodan kelgan, ya'ni Xudoning o'shuna qilganligi bo'lgan ishonch bilan bu Saqining tushiga ta'bir berib, hamda Saqiga o'zining Saqidan kutgan umid talabini Saqiga shunday aytdi. Ya'ni Saqiga tushni o'rib bo'lib, agar shunday tush, ya'ni Rasululloh mansibini amalga oshsa degandek, ya'ni agar ishlaringiz o'ngishli bo'lganda degan o'xshash deydamizmi? Ya'ni shu mansibingiz haqiqatan amalga oshgan vaqtida meni unutib qolmag'aysiz, ya'ni menga eslash qilg'aysiz deb, yerda menga eslash qilg'aysiz deydi. Bu yerda eslash degan ma'no, degan so'z ibroniycha qaraydigan bo'lsak, mehribonlarcha muomala qilg'aysiz deydi. Bu yerda hasad degan so'z ishlatildi. Bu konahtada hasad degan so'z nihoyat bir muhim bir so'z. Ya'ni hasad degan mehribonlik, ya'ni kishilarga mehribonlarcha muomala qilish, kishilarga Xudoning obrazidek, ya'ni nima deymiz? Xudo mehr muhabbatli deymiz, Xudo mehribon, rahimdil deymiz, iltifotliq deymiz emasmi? Shunga o'xshash kishilarga, har bir kishilarga mehribonlarcha, mehrlarcha, har bir odamning o'zining qadr-qimmati bo'yicha, har bir odamni muhim deb, har bir odamning nimasiga o'zining mehri bilan, rahimi bilan, kengqursoqlik bilan shunday bir iltifot qo'lini so'zib, shunday muomala qiladigan, shunday bir munosabatni bog'laydigan odamlar mehribon kishilar deydigan o'xshash. Endi bu mehribonlik qilg'aysiz deb buni deydi. Ya'ni podshohning oldida men uchun gap qilib zindondan chiqishim yordam qilg'aysiz deb. Ya'ni Yusuf shuncha yil zindonda vaqt o'tkazdi dedi emasmi? Shuncha yil zindonda ya'ni zindonda qoldi deb tuhmat bilan kirdida, nohaq bu zindonda turyapti. Shuning uchun bu Yusufning naqadar bu nohaqlikdan qutulg'isi borligini, ya'ni naqadar bu zindondan chiqisi borligini, bu zindondagi hayotining baldurroq oxirlashishini
boshqa bir hayotida yangi bir o'zgarishlarning yangi bir kunlarning kelishini naqadar kutganligini umid qilganligini bu nahaqchilikdan demismi yuz izchil nahaqchilik yashayotdi demismi shuna bu nahaqchilikdan balduroq qutulishini naqadar umid qilganligini umid orzularini borligini biz ko'ra olamiz shunga yuzmi tushiga ta'bir berganda ya'ni bu saqining tushiga ta'bir berib Şun tabir verip, şun meni yani özünün kütken ümit talebini yani bunun özünün nahayet çıkısı bağlığını, şunun çokum yani yardım kılışını, onun mihirlayıcı muamele kılıp, yani mihirlayıcı muamele kılıp padişahın aldıda Yusuf'un işini gap kılışını yani Yusuf için padişahın aldıda gap kılışını, padişahın aldıda Yusuf için gap kılıp zindandan çıkışını yani talep koydu. Yani bu mihirlayıcı dediğimiz nahayet bir adamını nahayet bir kımmetlik deb qarab. Yani biz normalda başka bir adam yani aldığımız gibi bir adamga ishonch bilan o adamning qandaqligini tushungan vaqtimizda o adamga ishonch qilgan vaqtimizda o adamning qandaqligini biz tushunib turib o adamning unda qilmaydiganligi o adamning asli qandaq yashashga haq ekanligini biz ko'nglimizda e'tirof qilgan vaqtimizda o adam uchun boshqalarga aniqki biz gap qila olamiz shunami albatta bu hozir bu podshohning oldida gap qilish amdili bu zindonda tushganlar amdili mansib asli kelgan vaqtida podshohning oldida başka bir adam için gap qilish bu oson ish emas. Yani padişahın aldıda bu bunun o'xshash bir xato gap qilib qo'ysa yoki podshoh xafa bo'ldi yo podshohning nimasi kelmaydigan bir gaplarni qilib qo'ysa yana o'xshash o'zining hayotini zindonda bo'ldi emasmi? Mushundoq bir tavakkul qildigan ishni mehrlaychi, mehr shafqatlaychi muomala, Yusufga mehrlaychi, mehr shafqatlaychi muomala qilib, mushundoq o'zi uchun padişahның алдыда мұшында Yusuf үшін gap qilishini bir yerda talab qilayotganligini umidini bir o saqiga bo'lgan umidini o'zining chiqish umidini saqiga bog'lab turib saqiga mushundaq bir talabni o'zining talabini umidini qo'yganligini biz ko'rib olamiz. Bu gapni biz bek inchiklab deb ketdik. Nima uchun bundan inchiklab deymiz? Hayotimizda bayon dedik. Biz Xudoning nuqtai nazari bo'yicha, ya'ni Xudoning Yusuf ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasini biz Xudoning irodasi bo'yicha qanday buni ishni davomlashtirayotganligini biz tafakkur qilib ko'rib o'tishimiz bilan birga, mushu jarayonda Xudoning xalqi, Xudoning bandasi, Xudo o'zi yetaklayotgan xalqining ashunday jarayonlarda qanday his tuyg'ulardan xoli bo'lmaydiganligini, chunki odam ojiz, odam muhitning, sharoitning, har xil narsalarning ta'siriga uchraydigan bir omillarning ta'siriga uchraydigan bir ojiz banda, shunday bir mavjudot, bundan saqlanilmaydigan mavjudot. Shunday bizning turmushimizning Yusufga o'xshash ahvollar, Yusufga o'xshash, Yusufga kelgan Yusufning o'y xayollariga o'xshash o'y xayollar bizning hayotimizda har vaqt paydo bo'lgan omillar bu. Shuning uchun biz mush ikkisini tang bir ko'rgan vaqtimizda bizning hayotimizda ham Xudoning bizning ustimizga ishlarini qanday qilayotganligini, biz ham Xudoning shu irodasiga qarab qanday bog'lanib, irodasiga qarab qanday bir bog'lanib turib, tasalli tepib, ilhom olib, sabr taqat bo'lsin, Xudoga umidimizni bog'lash bo'lsin, ishonch bo'lsin, tavramay turib hayotimizni qanday bir mustahkam ishonchimiz bilan davomlashtirishimizga oid bir yordam qildi emasmi? Shunga o'xshash Yusufga o'xshash bunday zindonda turgan vaqtida, qiyinchilik ahvol turgan vaqtida, mushu bir hayotidan hozir qiyin ahvollardan qutulg'usi kelgan. Hozir hayotidan qat'iy davomlashtirg'usi yo'q mushunday bir ahvol ostida o'zining endi mushunday bir ahvol ostidan chiqishiga kichikdan bir imkoniyat, kichikdan bir umid shakllangandek his qilganda Yusuf masalan va Yasavul Saqibigi chiqsa, agarcha mushunday Rasululloh mansibasidan kelib chiqqandan keyin mening uning tushiga ta'bir berganligimni, uning hozirgi parishon yomon holatidan qanday qilib tushiga ta'bir berib xo'shalik qilganimga o'xshash, mushu ko'ngli xo'shalik topganga o'xshash, o'zim mansibasiga kelgandan keyin mening uchun podshohning oldida bir eg'iz mushunday gap qilsa, mening zindondan chiqishim yordam qilsa degan umidini mushu Saqibiga bog'lab turib, qanday umidini Saqibiga bog'laganligini biz ko'rib olamiz. Bundan iş bizim hayatımızda devamlı her gün belki her işler yüz veriyor. Ben bu cık uçuran mesela ne diyemiz biz zemimiz musabırlıkta bizim hayatımız bir hesap qaraydigan hayat bizga nisbatan oson emas. Bo'lib mu men o'ylayman musabirchilar yaşayotgan qarindoshlar
nurg'un ishlarga duch kelgan bo'lishi mumkin. Chunki biz musofirchilikda bizga yor yo'lak bo'lgan, hamdam bo'lgan, yordam bo'lgan hech nimamiz yo'q. Shuning uchun nurg'un hamma ishlarni biz o'z kuchimiz bilan o'zimizga tayinib qilishimiz to'g'ri keldi. Shunday vaqtlarda biz mushundaq eshitimiz yo'q, mushundaq musofirchilik yashayotgan mushundaq vaqtlarimizda atrofimizga tunishlarımizga bilmay biz umidlarimizni bog'lab qolamiz. Shular yordam qilgan degan bir kichik tane bilan angaldi bilan shu biz qiyinchilik uchragan vaqtimiz angaldi bilan yodimiz keldigini balkim atrofimizga odamlar tunish bilishlarimiz bo'lishi mumkin. Endi biz qiyinchilik uchragan vaqtimiz angaldi bilan bu odamning tabiati. Yani mening atrofimda kim menga yordam qilar degan narsani angaldi bilan o'ylaydi biz emasmi? Mushundaq yani odamning tabiatini qaraganda o'zi ko'zi ko'ringan, yani o'zining atrofida bo'lgan. Chunki insonning tafakkur qilali, yani insonning doirasi ichida tafakkur qildi inson. Yani o'zini ko'ra oladigan, o'z qo'lida yeta oladigan shunday ishlarning ichida tafakkur qildi ko'pincha vaqtlarda. Shunga inson o'zining umidini, yordamlarini, talablarini ko'pincha o'zining atrofidagilarga bog'lab turib, mush ahvolimdan chiqishimga yordam qilib qoladi degan shunday umidlarni kutadi. Shunga o'xshash Yusuf bu yerda saqibiga, yani ko'z oldida hozir zindondan chiqishiga boshqa bir umid yo'q, boshqa bir yo'l yo'q. Faqat saqibiga avval chiqib kelsa zindondan. Asli kelsa mansbi. Ananiki menga bir yordam qilsa, men chiqishimga bir yordam qilsa, men bir chiqsam bu zindondan mening hayotim o'zgaramiki degan bir shunday bir umid kutgunni qo'yib turib saqibiga shuna deyaligini ko'rib olamiz. Bunday ishni aytib ko'p. Lekin Xudoning irodasi, Xudoning plani bizning o'ylaganimizdan texmo cho'ng bir kartinani sizib turib, o'xshamagan bir narsa. Chunki Xudo bizning boshdan tortib oxirigacha, bizning bir umrlik hayotimizni, hammasini, ya'ni bizning kelgusimizni bir insonga nisbatan inson faqat o'tmishini va hozirini ham ko'ra oladi, tasavvur qila oladi ancha-muncha. Ko'p emas ancha-muncha tasavvur qila oladi. Lekin Xudo hozirimizni emas, bizning kelgusimizni ham bilgichi Xudo. Shunga o'xshash Xudo bir butun kartina bo'yicha ko'rib turib, bizning ishlarimizni bizning uchun yaxshi bo'lish uchun o'ylashtiradi. Qarimliqlaysan xatdan boramiz 8-bobda. Xudo bizning barliq ishlarimizni bizning manfaatimiz uchun, bizga yaxshi degan ishlar uchun o'ylashtirganligini bilamiz deb. Paulus shuni dedi emasmi? Shunga o'xshash Xudoning o'rlashtirishi, biz Xudoning o'y fikri, Xudoning planlari bo'lsa, bizning o'y fikr, bizning planlarimizdan eshib tushganligini va oxiri amalga oshirgan nima? Xudoning plani, Xudoning o'y fikri, Xudoning irodasi ekanligini biz hammamiz bilamiz. Shuning uchun biz mushunday ahvol ostidami, masalan, Yusufning ahvolida bo'lsa, mushunday, ya'ni deydi bu yerda, ya'ni 40-bob eng oxirida, ya'ni 22-23 oyatlarda degandek Yusufning ta'biri bo'yicha degandek Navoiy begin bo'lsa darg'asi, Saqiy begin bo'lsa mansib narsa keltirgan emas, lekin Saqiy begi Yusufni esidan chiqarib, uni butunlay unutib qoldi deydi. Yani Saqiy begi Yusufni unutib qoldi. Ya'ni Saqiy begiga nisbatan Yusuf hech qancha bir nima emas ekanligini biz ko'ra olamiz. Masalan, nima uchun desak, esidan chiqarib unutib qoldi degan biz bir odam oldimizki bizning atrofimizda nurg'un odamlar bo'lishi mumkin. Biz munosabat ichida yashaymiz chunki inson. Ba'zan gaplarini balkim biz nihoyat e'tibor qilib anglashimiz mumkin. Chunki biz ularni hurmatlaymiz, ularning qilgan so'zlari orqali biz doim kichikdan o'zim ilhom, madad ola olamiz. Ham ularning degan so'zlarini biz e'tirof qilganligimiz uchun bizga u odamlar munosabatimiz yaxshi, u odamni qadrlaydiganligimiz uchun u odamning so'ziga quloq solamiz. Lekin biz o'zimiz atrofimizga pek yaqin hisoblamaydigan, o'zimiz pek e'tibor qilmaydigan bir odamlar bo'lsa, ularning gaplarini hargiz ko'nglimizga olib ketmaymiz. Ularning degan gaplar bir quloqdan kirib, bir quloqdan chiqib ketadi. Ana shuningga o'xshash bu Saqiy begiga nisbatan Yusufning u gapimi mushu vaqtda, ya'ni chiqib unutib qoldi, butunlay unutib qoldi deydi. Shunga Saqiy begiga nisbatan Yusuf, ya'ni bir albatta bu Yusufni Saqiy begi bir zindondagi shunday bir kishi deb ham oddiy bir ashunaq bir ko'rib o'tganligini, ya'ni o'ziga bek olmaganligini Yusufning gaplarini, Yusufga unchalik bir e'tibor qilmaganligini biz bu ko'ra olamiz. Mushunday havolasida, ya'ni Yusuf 3 kundan keyin dal Saqiy begi mansibasi keldi, lekin Yusuf saqla. Bundan 2 yil o'tdi emasmi? Chunki 41-bobning 1-oyat qaragan vaqtimizda 2 yildan keyin deb bor. Ya'ni 2 yilgachalik Yusufning ahvoli o'zgarmagan. Ya'ni Saqiy begi zindondan chiqib 2 yilga qadar bu Yusufga nisbatan hech qanday bir nima bo'lmaganligi uchun Yusuf yana 2 yil zindonda saqladi degan gap.
aşı buruqturma hayatına, aşı qutulmoqchi bo'lgan hayotiga, aşı nahaqchilikchilik hayotiga, aşı baldırroq chiqib ketmoqchi bo'lgan arzu umidlarini bog'lab turib Saqibiga degan gaplarning amaliyotda bo'lmaganligini, amalga oshmaganligini, u Saqibining bu yordam qilmaganligini o'ylaydi-da, Yusuf o'ylamaydi emas, o'ylaydi. Bir inson o'ylaydi. Shuningdek, Yusuf yani mushu hayotida hech qanday bir o'zgarish yo'q, 2 yilga qadar yana zindonda o'tganligini da'vatidi. Biz bu yerga qaraydigan bo'lsak, endi biz Yusufning nuqtai nazaridan o'yladik. Ham bu insonning nuqtai nazari ana shunday insonning hayotida har qanday o'zgarishlar, qilg'isi bo'lmagan ishlar, turg'isi bo'lmagan ishlar, yuzlangiz kelmaydigan ishlar nihoyat ko'p. Shunday vaqtlar ichidami, lekin inson ana shunday ba'zan ilojsizlik ichida shunday majbur bo'ldi shu ishlar yuzlanishga, shu muhitlar ichida vaqtni o'tkazishga majbur bo'ldi. Shunday vaqtlardami biz yani bu insonga kelgan tabiiy bo'lgan bir shunday bir o'y fikrlar, tabiiy bo'lgan shunday bizning hayotimizda biz saqlanamaydigan, hali bo'lamaydigan shunday bir ishlar ekanligini biz ko'rib edik. Endi buni Xudo undaq bo'lsa shu vaqtda nima qilyapti? Xudoning nuqtai nazari, irodasi bilan qarayaptimizda bu qanday bir jarayon ekanligini biz bir tafakkur qilib o'tishimizga to'g'ri keldi. Masalan biz dedik, Xudoning irodasi asli nima edi? Xudoning irodasi, ya'ni Xudo Yusufga tushbadi, tush ko'rsatish orqali uningga bir arzu ato qildi. Ya'ni dastlabda Yusuf tush ko'rgan vaqtida uning oilasi, albatta u faqat oilasi munosabat tush ko'rgan bilan, ya'ni 12 bug'doy bo'lsin, 12 nimalar bo'lsin, buning bosh ekanligini ko'rganga o'xshash. Lekin bu vaqtda bir azroq arzu paydo bo'lgan edi. Endi yana shundaq bu yerda kelib, ya'ni Misrga kelgandan keyin Potifarning uyida shundan keyin yerda bir e'tiborga erishib, u yerda bir o'zining qobiliyatini joriy qildirib, Xudo uning quli orqali baxt barakat ato qilib, endi turmush yaxshi vaqtida qaytadan bu zindonga tushdi. Zindonga tushib, zindonning qutulg'usi bor holatda vaqtida Xudo uning yeniga yasolbay ikki cho'ng amallarni, podshohning ikki cho'ng amallarni uning yenida shunday turg'izdi. Mushuna vaqtda Yusuf endi zindondan chiqishim uchun azroq bo'lsin bir umid paydo bo'lgandek deb o'ylagan vaqtida Saqibiga bo'lsa zindondan chiqib bo'lib, masbasi kelgandan keyin bo'lsa Yusufni unutib qoldi. Mushunday jarayonlar Yusuf tush ko'rdi, tush orqali bir arzu umid paydo bo'ldi. Misrga kelgandan keyin azroq o'zining o'ng'ishvelib turmushlardan qavatib bunun bir yana arzular kelib ketib, ya'ni mushunday jarayonlar kelib ketish, tushkunlik va yaxshilik mushunday bir jarayonlar ichida hayotini kechirdi deylik. Endi biz mushunday jarayonlarda va bugungi mazmun bilan qo'shib biz Xudoning irodasi nuqtai nazaridan biz qaragan vaqtimizda Xudoning irodasi asli Yusufni biz İbrahim peygambarniki ahdisi, yani Xudo bilan tuzgan ahdisidagi mazmunni biz yana bu yerda ulalaymiz. Yani nima desa, Xudo İbrahim peygambarga degan, sening avlodlaring Misrda 400 yil qulluq hayot, yani qulluq hayotni kechirdi. 400 yildan keyin men ularni u yerdan qutqizib chiqaman. Yani ularni azgan, ularni qulluq qilgan shu millatni men jazolamay qo'ymayman degan so'zi bor. İbrahim peygambar o'rgangan vaqtimizda biz buni o'qib o'tgan. Endi Xudo shu irodasini Yusufning ustida davomliq amalga oshirdi. Ya'ni shu irodasini amalga oshirish uchun Yusufning ustida xizmat qilganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Yusufni podshoh bilan ulashtirib, ya'ni Yusufni podshohning yeniga, ya'ni podshohning bosh vazir qildimiz, biz oxirgi mazmunlarni bildigan odam. Ya'ni Yusufning Xudoning ustida, ya'ni Xudoning Yusufning ustida bo'lgan irodasi nima desa, Yusufni Misrning bosh vazir qilish ve baş vazir qilish orqali o'zining xalqi bo'lgan Yaqub oilasini, ya'ni İsrail oilasini Misrga olib kirib, Misrda ularni cho'ng bir xalq qilib, shu joyda 400 yil vaqtni o'tkazadigan shu irodasini Yusuf orqali amalga oshirish keligini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Shu irodasi uchun mushu jarayonlarni boshdan kechirayotgan, Yusufning mushu jarayonlarni boshdan kechirayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Chunki baş vazir bo'lish uchun ana shu qo'y beqib otasining yaxshi ko'rishiga erishib, shu uyda yoshdan cho'ng bo'lgan bir bola turiblam bosh vazir bo'lib shu bir davlatni idora qilish u bir imkoniyatga yaqin emas. Ya'ni shundoq bosh vazir bo'lib bir davlatni idora qila oladigan va bir davlatni, ya'ni bir qurg'oqchilik ahvollar yuz bergan vaqtda uning bir tadbir, aql parasat qo'llanib turib shu bir davlatni shundoq bir idora qilish uchun uningga nurg'un aql parasat, tadbir, tajriba, o'rganish degan narsalar ketadi emasmi? Ya'ni odam biroqla bundoq emas, Xudo bir ishni
shu xalqining ustida, shu bandisining ustida shu irodasini amalga oshirish uchun biz izchil davatimiz Yusufning ustida irodasini amalga oshirish uchun Yusufning Xudoning shu irodasini amalga oshirishi uchun, ya'ni shu irodasini qila olishi uchun, o'ddisidan chiqa olishi uchun Xudo Yusufni bu yerda nima qilyotdi, mashq qildiryapti, ya'ni buni o'rgatyapti, tajribalarni, nurg'un narsalarni o'rgatyapti deb izchil biz deb kelgan edik. Shuningga o'xshash Yusufni Xudo bosh vazirlik shu bir davlatni idora qiladigan shunaq bir tajriba, shunaq bir aql farosat, shunaq bir tunish, egallash. Masalan, biz dedik Potifarning uyida boshqarish, nurg'un narsalar o'rgandik. Endi zindonda bo'lsa, zindondagi bir qonuniy masalalar bo'lsin. Masalan, zindonda qanday odamlar va qanday boshqardi, bir davlatning bir nimasini, jamiyatni tushunish uchun bu zindonning ichida nurg'un narsalar o'rgangan bo'lgan o'xshash. Bu ham bu yerda nurg'un narsalarni o'rganganligini biz ko'ra olamiz. Demak, nima desa, Xudoning Yusufni shu o'ddidan, ya'ni shu irodasini, shu vazifasini o'rinlay olish uchun Yusufni qanday tavlab, qanday mashqlantirib, qanday buni yetishtirib, shunday qilayotganligini, bu jarayonlarni ham qanday qilib Yusufni shu bosh podshoh bilan uchrashtirmoqchi ekanligini, ya'ni podshoh bilan uchrashtirish uchun bu yerda podshohning ikki cho'ng amaldorini hatto bu yerda Yusuf bilan bir o'rinda uchrashtirganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuni biz deymiz emas, hayotimizga har bir ishlar hargiz tasodifiylik emas. Hayotimizga biz besib o'tgan, biz qilib o'tgan ishlar, biz beshimizdan kechirgan ishlar ham behuda emas. Biz buni nima hikmatlar qismini ko'rib bilsak, biz nayt bu mazmunni tushuna olamiz. Bizning har bir burunqi har bir ishlarimiz, bizning sharoitlarimiz, muhitlarimiz bo'lsin, bizning beshimizdan kechirgan har bir ishlar bo'lsin, bu hargiz behuda emas. Xudoning izchil bizning hayotimiz ustida o'zining irodasini amalga oshirish uchun bizga bergan, bizni tavlash uchun bergan shunday fursatlar ishkaligini bila olamiz. Buni haqida yangi aytib qarsanglarmi, Petrus deydi emasmi? Altun o't tavlanari. Biz e'tiqodimiz bilan, ya'ni e'tiqodimizning saplashtirish uchun Xudo bizga shunday bir jarayonlarni, sinoqlarni berdi. Shular orqali biz tavlanatimiz deydi emasmi? Shuning uchun bizning hayotimizga har bir narsalarning, har bir ishlarning, har bir jarayonlarning behuda emasligini biz bu yerda eslab o'tishimizga to'g'ri keldi. Shunga o'xshash bu yerda Xudomo bizni o'sha irodasidan, bizning ustimizda amalga oshirmoqchi irodasining o'disidan chiqarishimiz uchun, ularni Xudo bilan tang, Xudoning idalishi bilan mang'alishimiz uchun, Xudoning shu ishlarni bizning ustimizda amalga oshirish uchun bizni shunday mashqlantirib, tavlab, sinayotganligini, ham shunday shu jarayonlar orqali biz Xudoni texmi cho'nqur taniydigan, Xudo bilan bo'lgan munosabatimizni texmi cho'nqurlashtiradigan, Xudo bilan birga bo'lgan jarayonlar ekanligimizni biz ham bu yerda eslab o'tishimizga to'g'ri keldi. Shunga o'xshash Yusufmo bu yerda tushni biz nima deymiz desak, yana bir jihatdan bu yerda tush masalasi orqali, masalan, Yusufga Xudo tush orqali buning arzusini ato qildi. Endi bu yerda tushga ta'bir berish qobiliyatini ato qildi. Endi biz keyingi bobda almashtira olamiz, 41-bobda Yusufni ham shu tushga ta'bir berish orqali Yusufni podshoh bilan uchrashtirib, ham shunaqla buningga Xudoning yarishganligini, Xudoning bergan aql farosatlarini podshoh bildigan qildi emasmi Xudo. Endi shunday tushga ta'bir berish qobiliyati orqali podshoh bilan yaqinlashib, shu bosh vazirlik o'rniga Xudo Yusufni olib chiqdi. Ham buning orqali biz nimani bilalaymiz desek, Xudo bizning ustimizda izchil, bizning hayotimizda izchil bizning ustimizda bizni yetaklayotgan ma'lum bir jarayonlar orqali bizga ato qilgan Xudo o'zining bir qobiliyatini yetishtirayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Xudo o'zining ato qilgan bir qobiliyati borligini biz tasavvur qila olamiz. Shuning uchun biz Xudoning bizga ato qilgan qobiliyatlariga sal qarmasligimizni bu yerda ko'ra olamiz. Buna desem biraz məhum bo'lib qoldi. Yani masalanga Xudo bizga o'zining xizmat yo'lida, ya'ni Xudo o'zining xushxabar yo'lida, e'tiqodchilik hayotimizda har bir e'tiqodchilarga ato qilgan o'zining qobiliyati bor. Shu bo'yicha Xudo bizni izchil hayotimizga har bir ishlarimizni ulab, shu bo'yicha yapmadi. Masalanga men nima bo'ldi desa, men endi tilshunoslik bilan bu ilohiyatni tang elib mangan. Tilshunoslikni tilshunoslikni ayrim kasb qilib o'qib, bu ilohiyatni billa ayrim kasb qilib, ikki kasbdan o'qib mangan. Xudoning meni hayotimda qilayotgan ishlarga qarasam, men maktabda o'qam. Chunki biz o'zimizni qamdab turib, turmushimizni ishlab turib o'qishimiz to'g'ri keladi. O'qish pulimiz bo'lsin, turmush pulimiz bo'lsin, bu yerda uy puli bo'lsin, hammani o'zimiz ishlab turib topamiz.
Şunaq vaqtlarda yana maktabga o'qiyotgan vaqtlarda maktabni o'qish bo'lsin, turmush qandaydan ishlar bo'lsin, mushunday ishlarni men yani tilshunoslik bir tarafdan tilshunoslikdagi ishlar orqali ishlab turib, ham shunday bir tarafdan endi bu o'zimizga Xudoning bizga atagan erishayotgan desa, o'zimizni qandaydigan darajada Xudo bizga shunday bir fursatlarni berdi. Özümüzün turmuşimizni, özümüzün ödüsüdün çıkarlaydıgan derecede. Şunun için demek şu nima desem, men bir tarafdan normal bir cemiyette tilshunoslik bo'yicha tadqiqotlar bilan shularni qilish fursatlarini berish bilan turmushni o'qish bilan qamdab turib, mush ilohiyatni o'qish bitgan. Endi ilohiyatni o'qib yurib, endi qanday bo'ldi desa, bu yerda yana Xudoning menga izchil yo'l ochgan yerlari nima desa, izchil shu muqaddas kitobni o'rgitish, boshqalarga so'zlash, yoshlarni chiniqtirish, yoshlarga o'rgitish, mushundaq yo'llar orqali shu muqaddas kitobni o'rgitish, shu boshqalarga qanday Xudoning so'zini yetkazish degan mushundaq tajriba saboqlarni izchil yana shu Xudo shu yo'l bilan yani tavlab turmushimning har bir ishlarini, har bir yo'llarini shunaqa o'zimizga Xudo izchil ato qilgan bizga shunaq qobiliyat bo'lsin, shunaq yo'llar, ya'ni bizga ato qilgan shu yo'llar orqali bizga ishlarni, yo'llarni ochib, mangayotganligini men es qilgan. Shuning uchun har bir qarindoshlarning ham o'zining hayotida men burun ma'ashini qilgandim, hozir ma'ashini qilishim hatta Xudoning shuna o'rinlashtirishidan degan ishlarni o'ylab yetganlar, tunib yetganlar bo'lishi mumkin. Şuna bizning hayotimizning keyingi hayotimiz ham, kelgusimiz ham Xudo bizni shunday tavlab, o'zining yo'lida, itqachilik yo'lida shunday tavlashi bizning uchun keyin amalga oshirmoqchi bo'lgan bir cho'ng bir irodasi, bizning hayotimiz orqali, bizning kunlik ishlarimiz orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan bir irodasining borligini bildirdi. Shuna o'xshash Yusufnimi bu yerda ko'kizib, tushlarga ta'bir bergizib, hatto keyin podshohning oldida shu ta'bir berish qobiliyati orqali podshohning yeniga apag'anga o'xshash Xudo ana shunday yo'llar orqali Yusufga bir qobiliyat berib, shu orqali Xudo Yusufning ustida irodasini amalga oshirmoqchi bo'lganligini ham shu jarayonda hozir bugungi mazmunimiz shu jarayonda ketayotgan shuna bir irodasini bizga ko'rsatib beradi. Shuning uchun hamda yana biz bu yerda Xudoning nuqtai nazari bilan, Yusufning nuqtai nazari bilan buni biz o'zimizning hayotimizga tatbiqlab turib ko'rganga o'xshash Xudoning har bir qarindoshlarning ustida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi bo'yicha hozirgi turmushidagi ishlar, jarayonlarning bo'layotganligini bir qatim kuzatib, Xudoning irodasini so'rab, shu yo'lda texmi o'zini chiniqtirib, texmi mustahkamlab, o'rganish olsa o'rganib degan o'xshash har qanchalardan tayyorlik qilishini bir qatim o'ylab beqishini bir ko'ralaydigan bugungi mazmun. Bu nima desa, Xudo bizni hargizlam biz tayyorliksiz holatda biz qilolmaydigan bir ishlarga bizni olib qilishga qilmaydi. Xudo bizni shunday bir jarayonlar orqali bizni mashq qildirib, tavlab, andan keyin bir ishga mas'ul qildirdi. Masalan, Davud payg'ambarni ko'rsakmi, biz Davud payg'ambarni taqiq o'rganmadik, lekin sizlar bilasizlar mazmunni. Masalan, G'oliyat bilan so'qishgan jarayoni bor. Davud payg'ambar shundaqli bir odam bal edi, G'oliyatning peshonasiga toshni etib tekizganmidi? Unday emas, Davudmi shu jarayonlar, ya'ni burun deydi, o'zi deydi. Nima qo'y beqish jarayonlarida ayiqlar bilan so'qishganman deydi. Davud payg'ambarning shu vaqt degan gapini o'qisanlar, ayiqlar bilan chelishib utganman degan gaplari bor. Bu ayiqlar bilan so'qishib degan gap shu qadar ya'ni qo'y beqish jarayonlarida chilbirlar deymiz, ayiqlar deymiz, o'sha vaqtlarda shulardan qo'ylarni qo'g'dash, o'zining hayotini qo'g'dash jarayonlarida shu qadar bir o'zining bir mahoratni yetildirganligini biz ko'ra olamiz. Shunday bir mahoratni yetildirish jarayon keyin andan keyin G'oliyat bilan so'qishgani ishonch bilan deydi. Bizga Xudo amra tursa, men degan ayiqlarni yengan odam tursam degan so'zi Samuel qismini o'qisanglar bor. Shuna o'xshash Davud payg'ambarmi ana shunday qo'y beqish jarayonlarida, otasini qo'yin beqish jarayonlarida shunday bir yovvoyi hayvonlardan o'zini qo'g'dash, hayotini qo'g'dash uchun shunday mahoratlarni o'zi yetildirib, ham G'oliyat bilanmi shunday bir G'oliyatga tosh etib utuq qozongandan keyin hatto askarlikda jang qilganlarmi, boshqalar bilan jang qilganlarmi shu qadar g'albilik holatga qaytish. Albatta Xudoga bog'liq. Bu ham Xudoga bog'liq, ham Xudomi bizni shu ishlarni qilishimiz uchun bizni ana shunday mahoratlar bilan yetishtirdi. Yani Davud payg'ambarimiz tug'iliblam qo'yib qiliblam shuna bir
normal bir hayat yaşaplan biraqlam Goliatni utub biraqlam jang qilib Saulning oldida xalqlarning shunday bir qo'llashini xalqlar deydi emasmi? Xalq deydi, Saul o'ldirar mingni, Davud o'ldirar 10 mingni degan o'sha qo'shoqlarni to'qib ketgan emasmi? Bu beka emas demak. Ya'ni Xudo ana shundaq jarayonlarda, şu bizim muhit şaraitlerimizde, etrafımızdaki işlerimizde, hayatlık turmuşlarımızda, bizim turmuş o'rinlarimizda bizni şundak izchil özünün iradesi boyunca tavlab məşq qildırıyotganligini, bizni ana shunday jarayonlar bilan elib ma'vatganligini biz ko'ra olamiz. Shuning uchun qarindoshlarning özlerini bir qatam ko'rib o'tishini umid qilma. Endi qisqasi bugun biroz chechlanib ketdi bugungi mazmun. Ikki mazmun bor. Birisi mazmun jihatdan qirg'inchi babda ya'ni umidimizni nimani xulosalaymiz desak, umidimizni faqat Xudoga va Xudoning irodasiga qo'yish. Biz atrofimiz qiyinchiliklarda, turmushimiz qiyinchiliklarga uchragan vaqtimizda odamlarga kimdan yordam kelar, nereden yordam kelar deb odamga asan biz umidlarimizni, yordam talablarimizni bog'lab oladigan biz inson eng oldi bilan Xudodan, ya'ni Xudoning oldiga kelib, mush ishlarni bizga o'rlashtirishdagi irodasining nima ekanligini Xudodan yordam so'rab, mush ishlarda bizga qanday nima bilan o'rgatib, bizga qanday sabr taqatlar ato qilib, bizni qanday olib chiqish jarayonlarini shundan Xudodan so'ragan vaqtimizda, shu har qanday qiyinchilik ahvol ostidami biz a'ng'ali bilan Xudoning oldiga kelib, Xudodan yordam so'ragan vaqtimizda qalbimiz tinchlik to'ladi. Va Xudo bizga qanday yo'llar orqali, qanday jarayonlar orqali, qanday yo'llarni ochganligini bizga Xudo anqiralaydigan shunday bir aql farosatni ato qildi. Shuning uchun biz odamlarga, atrofimizdagilarga angaldı bilen istemesin, ümit kütmesin angaldı bilen Xudoning irodasini so'rab turib, andan keyin Xudo yetaklagan yo'l bilan. Albatta Xudo odam orqali bizga yordam qildi, xizmat qildi, lekin Xudo kim orqali qanday yo'llarni ochganligini bizga Xudo o'zi anqiratqizadigan shuna bir aql farosatlarni ato qildi. Bu jarayonni biz Xudo bilan texmi cho'nqur munosabat bog'lay olamiz. Xudoning bizning hayotimizda nima ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lganligini texmi cho'nqur aniq biz tushuna olamiz. Shuning uchun biz angaldi bilan umidimizni, bizning barliq talab orzularimizni, kutadiganlarimizni, hayotimizga bo'lgan barliq talablarimizni angaldi bilan Xudodan so'rab, Xudoga topshira oladigan, Xudodan umid kuta oladigan bo'lishimiz kerakligini biz bu yerda bugungi mazmun orqali biz ko'ra olamiz. Ham bu mazmunning oxir ko'rinishi orqali biz Xudoning o'z irodasini bizning ustimizda amalga oshirish uchun bizning hayotimizda qanday jarayonlarni boshdan kechirishimiz orqali, shu jarayonlardan o'tish orqali bizni o'zining irodasidan ödüsüdün çıqalaydigan holatda bizni yetaklayotgan, bizni pishildirayotgan, bizni sinayotgan bir jarayonlarning bor ekanligini biz ham ko'rib o'talaymiz. Buni biz qaraydigan bo'lsak, Zabur 121-munojat qaraydigan bo'lsak, ko'zlarimni tikiman tog'larga qayerdankilar deb yordam menga. Parvardigorlik qilar yordamni u yaratgandir, osmon zaminni saqlar va teyilishning putlaringni sagahtirib qo'g'daydi seni deganga o'xshash. Bugungi mazmun orqali biz umid talablarimizni, ko'zimizni faqat Parvardigorga tikib, umidlarimizni Parvardigorga qo'yib, Parvardigorning irodasini, Parvardigorning yetaklashini shuna chaqirib, shu jarayonlarda Parvardigor bilan birga baharlanishimizning naqadari bizga xo'shallik, tinchlik ato qilgan mazmunligini biz ko'rib o'talaymiz. Endi biz bugungi mazmun biroz chala qoldi. Buni chunki keyingi bob bilan munosabatli bo'lg'achqa, buni biz texmo davomli to'liqlab keyingi mazmunini 41-bobda ko'rib o'taylik. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun sal chechilangu, shuna bo'lsa Xudoning sizlarga bugungi mazmunlar orqali texim bir yo'ritilish sizlarga yordam beradigan, foyda bo'ladigan, sizlarga ilhom beradigan bir o'zining irodasini, o'zining uchurini sizlarga ato qilishini, anqiratkizishini umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz keyingi mazmunni ko'rishaylik. Amanlar keyingi qatim ko'rishgacha amon bo'linglar. Xudo sizlarga tinch amonlik, mehr shafqat, turmushingizga Xudodan kelgan xo'shallik ato qilishini tilayman.